Assalomu alaykum ustakalar, yaxshimisizlar? Ishlayapsizlarmi? Charchagan ustakalar, mana Jamshid akamiz Surxondaryoda obyektini tugatdik. Xudo xolisa bu obyektimiz 300 kvadratdan ziyodroq. Ishlarimizni ko'rib baho bera olasizlar. Bu fasonimiz bundan 3-4 oy avval bitta akamiznikida bo'lgan. Shundan keyin xudo xolisa trendga chiqib ketdi. Bu fasonimiz ham ish jarayonlarida xudo xolisa tashlab bora olmadik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu ko'cha tarafimiz so'qlarni qora mramor qildik Versace bilan. Mana uyning yonbosh tomoniga doy ko'chasi. Mehr ko'zda dilxiralay bo'lmasin. Foydadan albatta sifat ustun. Mustahkamliklari xudo xolisa o'ta go'zal. Videomiz ikkinchi qismini ham qo'yib boramiz. Xizmatlar bo'yicha 91 kod bilan 161 0580 raqamlarga qo'ng'iroq qila olasizlar. Bu dorozaxonamiz. Qolganini ikkinchi qismida ko'rasizlar.